Hali ham ishlab o'tiribsan. Men senga necha marta aytdim buni? Yaponiyani emas, Xitoyda ishlat, soqqani qilaylik, soqqani. Men necha marta aytyapman, meni ishimga umuman aralashma. Halollik foydadan ustun meni. Halollik deysan, shuncha ko'karmaysan shu yoshgacha. Bor yo'q-ku. Bezoq sen nima deysan? Soqqani qilaylik deyapman. Gap. Xo'jayin, keling. Bolalarga motivatsiya beryapman, xo'jayin. Tez ishlanglar deb. Ko'zlaringga qarab ish qilaring, yana Farruh dental laboratoriyaga gap keladigan narsa qilmalaring yana. 17 yillik tajribamizga. Yo'q, xo'jayin. Aslo unday bo'lmaydi. Tamam. Bo'ldi, xo'jayin, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Bu ish hozir ko'payib charchadim. Hamma ketib bo'ldimi, kamerani ko'raylik. Voy, Mirsaid nima qilyapti bu yerda? Jinnimi bu? Mirsaid? Xo'jayin. Hamma ishdan ketganing nima qilib o'tirsiz? Mana bu Xitoydagini yana ishlatyapsanmi? Men qara, seni qilayotgan ishingni nafsingni deb turib, stomatologga yomon ko'rinsinmi? Yo stomatologga yomonlik qilmoqchimisan? Kim bilib o'tiribdi Xitoydagidan ursa? Bizlarning ishxonada sendagi nafs qullari uchun ish yo'q. Xo'jayin, nimaga tushunmaysiz? Men sizni o'ylayapman. Shu stomatolog oddiy xalq qaydan bilib o'tiribdi? Pulni qilaylik. Eskicha o'ylashni yig'ishtiring. Shuncha yillik obro'yimni, e'tiborimni arzimagan sariqchaqaga sotadi deb o'yladingmi? Tezda yo'qol, ko'zim ko'rinma. Assalomu alaykum. Bola, tinchmisizlar? Abuson qalaysan? Sog'lig'ing yaxshimi? Tinchmisan? Hay, kayfiyatlaringiz. Bola, Spark oldim. Nima? Bu Spark sen oldingmi? Ha, Spark oldim. Spark oldi. Ayollar haydaydi shaharda jinski mashina. Bola, Spark yaxshi mashina. Normali bola meni yurganini ko'rganman. Shular havas qilib oldim. To'g'rimi Nurullo? Ayollar haydaydi, gapirsang-chi. To'g'ri. Shaharda bitta ayollar minganini ko'rganman men ham. Chiqib hali nomingga o'tkazgan yo'qmisan boss? O'tkazganimi hali? Bor barakani bus. Barakani ham bo'lsa bo'ladi. Jinski mashina haydagandan ko'ra to'g'rimi Nurullo? Barakani buzgan yaxshi. Bor, harakat qil. Bunda men boray vaqt o'tkazmasdan. Bo'p bola, ha. Ichingda marazing bormi? Ja oshirib olmadingmi? Nima deyishim kerak? Qulluq olsin, Spark deyishim kerakmi? O'sha kecha Rossiyadan kelib, Spark minib olib, qulluq olsin, tabriklar deydi. Bari. To'xta, men tashlab o'tgan uyga. Sen ana Damasga chiqib ketaversan, men Vespetda bo'lsam seni ko'tarmaydi. Nurullo, to'xta, Damasga qayda pul bor? Undan bunaqasi piyoda o'tib ketaman do'mni orasidan. Demak, hasadchi hasadi tufayli faqat o'ziga zarar qiladi xolos. O'zi jizg'anak bo'ladi, kuyadi, qon bosimi oshadi, sahr bo'ladi, yana nima bo'lsa bo'ladi.